Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. City Husanovsiz o'ynab bo'lmas ekan. Angliya Premyer Ligasining 27-turida Manchester City o'z muxlislari ko'z o'ngida Newcastle United futbolchilarini 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Muhim g'alabadan keyin Josep Guardiola shogirdlari liga peshqadami Arsenal bilan oradagi farqni 2 ochkoga qisqartirishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov tanaffusdan keyin Ruben Dias o'rniga maydonga tushib, Newcastle'ning tezkor va o'tkir hujumlarini qaytarishda jonbozlik ko'rsatdi. Nufuzli manba Husanovning o'yinini 7,5 ballga loyiq deb topdi. Tanaffusdan keyin maydonga tushgach, Husanov ajoyib o'ynadi. Uning tezligi va yakka kurashlardagi kuchli harakatlari Newcastle'ning hujumdagi tezligini to'xtatishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Abduqodirning jismoniy ko'rsatkichlari Newcastle singari tezkor, qarshi hujum uyushtiradigan jamoalarga qarshi o'ynashda juda qo'l kelmoqda. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.